Xitoyning talabiga binoan Marokashda 2 yildan buyon tutib turilayotgan İdris Hasanning ayoli chaqiriq e'lon qilib, Marokash yo'ldoshimni Xitoyga qaytarishni qaror qildi. Uni o'limga avatishga yo'l qo'ymanglar dedi. 2012-yildan boshlab Turkiyada yashagan İdris Hasan 2021-yili 7-ayning 20-kuni sayohat visi bilan Istanbuldan Marokashga borganda Xitoyning talabiga binoan Kasablankada qo'lga olingan. Xitoyning besim ostida chiqarilgan qizil uqtirish sababidan qo'lga olingan İdris Hasan Marokashdagi ko'chmanlarni qaytarib etish markazida tutib turilayotgan bo'lib, keyincha uning gunohsizligi isbotlanib, qizil rangli uqtirish amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, lekin qo'yib berilmagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi Chexiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini muzokara qilish bilan birga poytaxt Pragada irqiy qirg'inchilik ko'rgazmasi o'tkazgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining Yevropa davlatlarining poytaxtlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini keng doirada tanitish planining ro'yxatiga binoan 19-iyun Chexiya poytaxti Pragada irqiy qirg'inchilik ko'rgazmasi boshlangan edi. 20-iyun kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Isa apandi Pragaga yetib kelib, 2021-yili 3-iyun kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan Chexiya parlamentida Uyg'urlarga munosabatlik bir yurish faoliyatlarini olib borgan. Xitoy yig'ilish lagerida ziyonkashlik uchirganlarning Turkiyadagi oila tavobatlarning advokatlari Xitoy jazo lagerida majburiy tutib turilgan. Hozirmi aloqalash imkoniyati bo'lmaganlar uchun BDT kishilik huquq kengashi va BDTning irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik boshqa mexanizmlarga arz sungan edi. Sharqiy Turkiston BDT kishilik irqiy kamsitishni yo'qotish komiteti yaqinda lagerdagi 3 kishi haqida qaror chiqarib, ularning Uyg'ur yoki musulmon bo'lishdan boshqa gunohi yo'qligini, qo'yib berilishi kerakligini e'lon qildi. Buningdan boshqa Xitoyning ularni jazo lagerida tutib turishining kishilik huquq xitobnomasining 2-moddasiga xiloflik qilganligi o'tirib qo'yildi. Turkiya parlamentining Tashqi ishlar komitetida Falastin bilan Turkiya orasida yanglanish uchun muzokaraga qo'yilgan ba'zi kelishimlar Falastin prezidenti Mahmud Abbosning Uyg'urlar haqidagi so'zlar sababli kun tartibdan chiqarib o'tilgan. Egilinishcha, ikki davlat orasidagi bir hamkorlik kelishimi mazkur komitetning a'zosi va partiya parlament a'zosi Kürşat Zorlu'ning talabi bilan muzokaradan chiqarib o'tilgan. Zorlu bu vaqt qilgan so'zida Falastin prezidenti Mahmud Abbosning Xitoy ziyorati jarayonida Uyg'ur turklarini terrorlik bilan bog'laganligi sababli mazkur kelishimning muzokaradan chiqarilganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Falastinning Anqarada turishliq bosh elchixonasi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Falastin prezidenti Mahmud Abbos Uyg'ur turklari haqida hech qanday bayonot bermaydi dedi. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk 19-iyun xalqaro jamiyatni BDT kishilik huquq komitetining Xitoy va Hindistonda ishxona ichish planini siyosiy jihatdan qo'llashga chaqirgan. Xitoy BDT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lish sifati bilan kishilik huquq xotirasi eng nachar davlatlarning biri bo'lib, o'tgan yil oktyabrda tayinlangan BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk uchun eng kuchli xiristlardan biri ekan. Atlantik Okean kengashi va Rodi guruhi tayyorlagan bir dokladda Xitoy Tayvan qurolliq to'qinishi yuz bergan ahvolda Xitoyga yurgizilgan jazoning dunyo iqtisodiga $3 trillion ziyon yetib kelganligi o'tirib qo'yilgan.